alaykum hurmatli Sefer va IELTS muxlislari. Bugun sizlar bilan do'stlar Volume 2 sezon Volume 1 2 sezon 1 test. Yangi testlar boshladik. Imtihonga juda ham yaqin bo'lgan testlar. Bundan keyin faqat shunaqa test ishlaymiz, chunki imtihonlarimiz yaqin. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Birinchi javobimiz do'stlar, bu yerda bir ayol kishi erkak kishiga ma'lumot beryapti. Nima? Beachin Festival haqida do'stlar. 19-iyunda o'tkaziladigan festivalimizni anosi, aktivitesi konsert ekan. Qayerda o'tkaziladigan? Theater nima degani? Teatr. Ikkinchisi 20-iyunda o'tkaziladigan nima? O'zimizning nimamiz? Tour. Sayohatimiz nechida boshlanar ekan? Oldinlari 3:40 da boshlangandi, lekin bu yangilandi, update qilindi. Bu 4:30 da deb ketdi. Chalg'itib ketdi. Chalg'iganga toliyor do'stlar. Keyin meet at the nima dedi? Stationda uchrashasiz dedi. Keyinchalik yana gapida parking deb park deb ketdi. Kimdir park yozgan bo'lsa sakrab salto. Includes a visit to an old flour mill. Flour mill degan un tegirmonlariga nima qilar ekan? Tashrif buyurar ekan. To'rtinchisi 21-iyunda o'tkaziladigan festivalda nima bo'lar ekan? Bolalarning nimasi? Cooking. Oldin nima bo'lgan dedi? Painting bo'lgan dedi. Instead painting, cooking bo'ladi endi dedi. Instead nima degani? Ning o'rniga degani. Malades. Sho'ra chalg'itib ketdi cooking deb. Undan keyin bring a plate, tarelka bilan olib kel. Chunki pishirgan narsani yeymiz dedi. Chapitsa degan narsa chiqdi maktabda. Endi u yerda pishirmasa kerak. Koreyada bizda darslar bo'lardi, pishiriqlik. Pishirardik, keyin yerdik. G'alati chiqardi, lekin pulim kuygan piyozim urasan. 21-iyunda yana borar ekan evening fireworks. Bayzi nima dedi? River. Daryo bo'yida bo'lar ekan do'stlar. Fireworks nima degani do'stlar? Mushakbozlik. One word or a number. O'tgan yili qo'shinlar, ya'ni odamlarning jalbisidan tufayli bu yil dedi 11-15 gacha o'tkaziladi. Ana ular dedi, activitieslar dedi. Keyin nimaga ruxsat etilmar ekan? Parkingga. Endi dedi shahar tashqarisiga parkovka qilasiz. Menga muammo emas, men uyimga ham boraman-ku dedi birdan. Festivalda anosini 3W nima dedi? Keyin events.com dan olasiz dedi. Receive feedback online. Feedback degani maslahat yoki fikr. Tushunyapsizlarmi? Pastga tushamiz section 2 ga. Aytdiki, ferry degani odam tashuvchi kemalar shaharlar aro yuradi yoki mamlakatlar aro. Bu yerda chalg'itib ketdi. 600 ta cars dedi, 2000 ta people dedi. To'g'rimi? Shundan nima bo'lyapti bu yerda? Passenger so'ralyapti-ku. Javobimiz C bo'lar. Sal logikni o'ylanglar do'stlar. Agar shu yerda 2600 ta bo'lganda kimdir belgilardi. Sakrab ikkovini qo'shardi, shoshma 2600 ta bo'ladi. Bunday qilmanglar. Keyin aytdi, turistlar dedi, o'sha anonsda dedi, nima? Sumkasida dedi, nima bo'lish kerak dedi? Reading material. Keyin uni zo'r o'qidi, hostelning nomini. Hostel in La Vega de Liabana has dedi. High standard good washing nimasi dedi? Facilities. Anonsi zo'r dedi, bathroomlari dedi. Tushunyapsizlarmi? Keyin o'yin o'ynaydiganlar uchun anov bor dedi. Keyin mana buni single room emas, buni juda ko'p xonali dedi buni. Tushunyapsizlarmi? Pastga tushamiz 14 ga. 14 ga nima dedi? Residents at the hostel are not allowed to enter the hostel after a certain time. Do'stlar, shu yerda qaranglar. Inside the hostel dedi u. Chekish mumkin emas. Bu yerda garden deyapti. O'zini o'zi inkor qiladi, chiqib ketadi. Take furniture out of the hostel building. Olsa bo'ladi. Faqat dam olganingizdan keyin qaytarib joy-joyiga qo'yib qo'ying dedi. To'g'rimi? Chayirlarni tashqariga chiqarsangiz bo'ladi dedi. Faqat dam olganingizdan keyin o'sha joyga qaytarib qo'yishingiz kerak dedi. Demak bu bo'ladi, to'g'rimi? Shu yerda bu yerda nimasini aytayapti? Antonimini aytayapti-da. Ruxsat etiladimi olishga? Olishga ruxsat etiladi. Mana buni aytib ketdi. Shuni nedorozumiyani qilib ketdi. Demak, ikkovi chiqib ketgandan keyin bitta B bo'ladi-da. Logikni o'ylash kerak do'stlar. Boshqalarning uyqusini buzmaslik uchun dedi, bir vaqtning o'zida nima qilarga kechqurun yopiladi dedi. Tushunyapsizlarmi? Zo'r. 15 ga o'tamiz. Bu eng osoni, umrimda bunday oson lesson qilmaganman mana shu yerda. Socks oling dedi. Socks nima degani? Naskilar. Bundan keyin nima dedi buni? Total block. Umumiy bloklangan. Mana bu yerda nima dedi? Plastic folder. Oling o'zingiz bilan.
Keyin mana bu yerda endi buni peak deb aytib ketdi. Mana bu altitude balandlik degani vegetation bilan wildlife aytib ketdi. Qolganini aytmadi pashti. Tushunarlimi? Zo'r. Section 3 ga o'tamiz. Sally deyapti. Sally, ya'ni bir-birini baholash tizimi. Shuni nima deb bo'lar ekan? Boyagi o'qituvchilarning vaqtini tejaydi. Tushunarlimi? Mana A bo'ladi. Spending deb ketdi-ku, spending bir balo, assignment. Ha? Keyin 22 ga nima dedi? Steve and Sally agree is advantage of peer assessment. Ha, it increases students self-awareness mana. B bo'ladi. 23 ga if the peer assessment marks seem incorrect, agar o'qituvchi bilib qolsa, bir-birini baholasangiz, siz neta baholadingiz buni? Ha? U endi qaytadan o'zi o'qib chiqar ekan. Mana shu bor shu yerda mana do'stlar mana. The tutor should check the source assignment. O'zi o'qib chiqar qaytadan. Keyin 24 ga how were the presentations in the research project market? Mana students and lecturers market all the presentations. Mana bularni inkor qilib ketdi do'stlar, mana bularni ikkalasini. Mana buni boshida aytib ketdi, bu ikkalasini inkor qilib ketdi. Selection of presentations, lecturers. Mana buni students deb ketdi do'stlar, bunda lecturers deb turibdi. Tushunarlimi? 25 dan nechagacha ko'ramiz? 30 gacha ko'ramiz. Bu yerda do'stlar, bu ham yaxshi desa ekan shu ham. Agar deyapti, erkak talabalar ayol talabalarni baholasa-chi, bunda nima bo'lar ekan? B. They gave lower marks, to'g'rimi? Ular nima bo'lar ekan? Pastroq ball qo'yar ekan. Buchi femalelar erkaklarni baholasa-chi, bunday farq qilmaydi, deyapti. Qaytaga dedi, bular ham dedi shunday baholaydimi? Yo'q, unday emas dedi. 27. Bu ham xuddi shunday. Agar ayollarni baholasa-chi, unchalik ko'p farq sezilmaydi, deyapti. 28. Do'stlar, farq sezilmaydi degan nima degani? Ayol kishini belgilaydi, to'g'rimi? Mana bu 100 qo'ysa, bu 95 qo'yadi, deyapti. Tushunaymi bir-birini? Agar erkak kishi ayol kishini baholasa-chi, mana bu 80 qo'ysa, bu 100 qo'yadi, deyapti. Bu nima nisbatan nima qilar ekan? Ayoldan ko'ra kamroq ball qo'yar ekan. Tushunaymi men nima aytganimni? Bir-birini solishtiryapti. 28 da A bo'ladi do'stlar. Yuqoriroq ball qo'yar ekan. Yosh talabalar qari talabalarga yuqoriroq ball qo'yadi. Ha, oson yo'l bobo derkanda, qarchi. 29. Talabalar students marking presentators from a different university. C. Farqi yo'q ekan. Boshqa universitetdan ikkita universitetda o'qiydi. Bir-birini baholasa, unchalik bahosi razisa qilmas ekan. Agar o'zbek bo'lsa-ku, normal olib borib keladi do'stlar. Bizning universitetimiz zo'r debdan, uni 0 qo'yar kerak bo'lsa mana. 30. Students who had helped with set criteria B bo'ladi do'stlar. Ball pastroq qo'yar ekan do'stlar. Tushunarlimi? 4-sectionga o'tamiz. Ingliz tili moslashtirilgan orolcha. Bislama degan. Bislamami? Tushunarlimi? Mana bu yerda 81 ta mana bu Vanuatu degan joyda 81 ta aktiv til bor ekan. 17 tasi danger yo'qolib bormoqda. 8 tasi extinct language. Extinct nima degan? Noyob. Yo'qolib ketganmi endi? Noyobmi endi? Yo'qolish arafasida. Tushunyapsizlarmi? Mana bu English is used in the nima dedi do'stlar? Education system. Kim educational deb yozgan? To'g'ri. Bosword. Ha. Bos. 33. Broken do'stlar. 34 gacha Australian plantation. Avstraliyaga nima bo'lib boribdi ular? Ekin ekishga boribdi. 35chi people moved to the city. To'g'rimi? Shahar. Keyin developedda men dastlab ikkita p yozdim. Keyin talaffuz qilib ko'rdim. Developed emasda. Keyin p ni bunday o'chirib qo'ydim. Tushunyapsizlarmi? Siz birinchi shunday qilib ko'rishingiz kerak. Bo'lmasa, masalan, men reslashib ketganda developed bo'lsa, biggerga o'xshab ana qilarmikan? Fe'lki bu. Deb sekin o'ylab ko'rishingiz kerak-da, tushunyapsizlarmi? Millisekundlar ichida keyin pini pirs o'chirib qo'ydim. Tushunarlimi do'stlar bittasini? Ketdik 36 ga nima bo'ldi do'stlar? Developed bo'ldi. 37 gacha meanings, 38 ga French. French bo'ldimi? Ha. 39 ga culture, 40 gacha preposition. Oxirida aytib ketdi. At, in, under, on degan narsalarni preposition demadi-da. Shunday qilib ta'riflab ketdi definition bilan. Rahmat, mana shu yerda listeningimiz o'z nihoyasiga yetadi. Salomat bo'linglar. Bizni keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.